Hammaga salom. Men hozir qizimni olgani ketyapman. Uyda o'tirganimda, ishlaganimda ikkita video ko'zimga tushib qoldi. Vrachlarni olgan videolari. Bittasi olgan, bitta qizi uyaltiryapti, ehtiyot bo'lmabsiz-de. U qiz ikki xat bo'lib qolganda. Ehtiyot bo'lmabsiz. Unaqa u qiz yig'layapti, menga yordam bering, shunaqa bo'lib qoldi. Avvalambor vrach bilan patsiyentni o'rtasidagi неразглашаемость xatga qoldi. Vrachlar nimaga bunaqa birovni muammosini ommaga olib chiqyapti birinchidan. Ikkinchidan, qasamyoti bo'yicha vrach uni hayotiy muammosini emas, kelgan badan muammosini tuzatish kerak. Shunaqa emasmi? Keyingi videoda вообще bitta ayol ko'rsatyapti. Men abortga juda qarshi odamman. O'zim men uchun farzand aborti bu odam o'ldirish bilan teng. Men bu narsaga emas, vrachchi olib chiqib gapirib berayotgan hikoyasini aytaman. Bitta qiz telefon qilib, dori ichdim, mazam bo'lmayapti, qon ketdi deb yozsa, u vrach aytayapti, men o'chirib qo'ydim, qaramadim ham deb dalshi hikoyasini aytib beryapti. Avvalambor qasamyot qilgan vrach hissiyotiga berilish kerak emas. Kelgan patsiyentni muammosini hal qilishga va patsiyentning senga o'zini simptomini aytyaptimi, sen o'sha narsani hal qilishga o'zingni bag'ishlashing kerak. U aytayotgani o'chirib qo'ydim, qaragim tushunmayman, u jahli chiqyapti, u farzandini o'ldirganiga, abort qilganiga jahl qildim. Mashhur bo'lgisi kelayotgandir yo orqasidan nimadir layklami yo kommentlami ishlagisi kelayotgandir, lekin vrach avvalambor eshikning orqasida patsiyent bilan bo'lgan o'rtasidagi narsani umuman даже qarindoshlariga olib chiqishga haqqi yo'q. O'sha patsiyentni ruxsatsiz. Nima bo'lyapti bu? Bunaqa kasblar, mirovoy kasblar, bunaqa tushunaman, bu o'zbekchilik, maslahat bergisi keladi, hamma o'zicha aqli nima degisi keladi, xato qilib qo'ygan odamlarga как будто o'zi hayotida xato qilmaganday. Avvalambor maslahatni faqat o'sha odam o'sha narsani qilmagan bo'lsa yo to'g'ri hayot kechirayotgan bo'lsa bera olish mumkin deb o'ylayman birinchidan. Keyin Angliyada bilasizlarmi nima qiladi unaqanani? Vrachlar olib borib qamab qo'yadi. Umuman mumkin emas. Umuman. U maslahat yo'qda berish yo'qda tursin, вообще bunaqa ommaga olib chiqish anaqasi yo'q, nima deydi, haqqi yo'q umuman u vrachlarni. Yo vrachlik qilgan, yo blogerlik qilgan, nima deydi. Va men вообще shokka, moda bo'libdi. U necha vrachlar ayollarni problemasini olib chiqib, mana qaranglar, bunaqa qilibdi. Yo bo'lmasam skryuti kamera bilan o'zini oladi va ommaga olib chiqadi. Biyodiylar olib borib olib keladi unaqa narsalarni, sudga olib borib vrachchi birinchidan vrachlik huquqini olib qo'yadi, boshqa vrachlik qila olmaydi. Bu bitta Angliya emas, butun dunyo vrachlarni ichidagi bunaqa birinchidan konfidensialnosti buzilyapti. Ikkinchidan bunaqa narsani umuman logikaga to'g'ri kelmaydigan narsa qilyapsizlar vrachlar. Sal o'ylanib olib chiqayotgan narsalarni o'ylanib, avvalambor o'sha odam sizlarga ruxsat bersagina-yu olib chiqishingiz mumkin bu narsani ommaga. Ruxsat bermasa, umuman haqqingiz yo'q bunaqa qilishga. Pechalniy holat bu, juda pechalniy. Odamlar hozir kontent uchun yo like uchun nimalar qilmayapti hozir. Bunaqa seriozniy kasblar, sal o'ylanib qolinglar. Ertaga bittasi gemoroy bilan kelsa, qaranglar, voy men bir ajoyib gulga o'xshirgan deb ko'rsatinglar keyingi safar.